Kuxnyani qaranglar. Akkuratniy bo'lib turibdi. Вообще zo'r. Hosildagi narxiga вообще zo'r bo'lgan 110 kvadratli dupleks kvartira obzorini qilib beraman. Kiramiz. Shunday shkaflar o'rnatilgan, remontlar cho'tki holatda bo'lib turibdi. Uchtepa tumani Zarafshon mahallasida joylashgan. Qaranglar, mana bu spalnyasi. 2 etajli novostroyka. Bu birinchi etaj plus sokolni etaj. Общий 110 kvadrat, 55 kvadratdan bo'ladi. Mana bu yoqda oshxona, mana bu mazza qilib ovqatlanib o'tirsa bo'ladi oila davrasida. Mana bu ayollarimizni ovqatlab pishirib berishadi. Okamlar ashi qushlarni ishqiboz ekanlar. Qoyil. Xo'p, hosilaga endi sokolni etajni ko'rsataman. Pastga tushganimizda bu eshikdan podyezdga chiqib ketiladi. И koridor, mana bu yoqda dushvaya, sanuzel. Qaranglar, mana bu yerda mehmonxona. Mehmonxonani ham qaranglar. Kichkina emas, kattagina. Yonida yana bitta xonasi bor. Uni okamgilar katta bitta spalnya qilib qo'ygan ekanlar. Qaranglar, вообще cho'tki. Kirasizlar, mazza qilib yashaysizlar. Ushbu xonadonni $95,000 baholaymiz. Ya'ni ozgina sunnatiga o'tiladigan joyi bor. Chistichniy mebel texnikalari qoladi. Kimga shu xonadon ma'qul kelgan bo'lsa, pastda opsiyada barcha ma'lumotlarni qoldiraman.